Assalomu alaykum qadrli do'stlar, yana bir bor o'tgan safargi videomda antroknoz kasalligini haqida ozgina ma'lumot berib ko'rsatib o'tgandim. Qanday bo'lishini kasallikni. Hozir o'shanga undan keyin tarkibi mis bo'lgan xom preparatidan foydalangandik. Bugun o'shani qanday ta'sir qilgan, qanday uzumlarimizni saqlagan antraknoz kasalligi chiqibdi. Mana antraknoz, mana barglar teshik mana o'sha teshik joylari qora, ko'rinayotgan bo'lsa mana mulasa mana ko'rinyapti. Mana barglariga tushadi mana shunday antraknoz, ayniqsa yosh barglarga. Mana barglar yirtilishga olib keladi. Bu mayda xuddi odam qon tomiriga o'xshagan mana mayda tomirlarni hammasini zararlaydi bu antraknoz. Mana shu mayda tomirlarni hammasini yirtib, natijada bargni yirtilib ketishiga ham olib keladi bu. Hamda mana tanaga ham qarang, mana tanaga ham o'tgan. Mana tanani ham kasallaydi, mana zararlaydi. Nafaqat tana, hosildorligingizga ham anchagina zarar yetkazadi bu. Bunga qarshi kurash choralari qanday bo'ladi? Endi bunga qarshi kurash choralari mislik preparatdan foydalanamiz. Tarkibida mis bo'lgan preparatlar. Bardovskiy Jitkis bor, xom bor, yana kurzatsepiya ham bo'ladi. Men Bardovskiy Jitkisdan ham ko'ra xom sepishni ma'qul ko'rdim. Xom sep bunga qarshi kurashamiz do'stlar. Endi mana shunday tanani zararlaydi. Antraknoz. Yomg'irdan keyin yaxshigina ikki sutka yomg'ir yog'di. Namgarchilik oshdi, shuni evaziga chiqib keldi bu. Mana barglarda mana shunday kasallik paydo bo'ldi. Bu narsa menda hech bo'lmagandi, shu bu yil birinchi yil. Bu roza krasniylarimiz mana hosillari. Roza krasniy juda ajoyib. Do'stlar, sizlarda ham mana shunday kasallik bo'lsa, uzumlaringizda ko'ringlar, hamma har xil dori sepadi, o'ziga ma'qul kelgan dorini sepadi. Men shunga xom sepmoqchiman endi. Uzumlarimiz mana hosillari yaxshigina hademay gullaydi. Gullashni ham boshlab qolibdi mana bu yerda. Ayrimlari gul ochilishni boshlabdi do'stlar uzumlarimizda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'sha xom preparatidan foydalanganimizdan keyin qanday natija bo'lganini hozir ko'rsatib o'taman do'stlar. Mana natija. Mana o'sha barg, mana teshik. Mana do'stlar, yaqinlashtirib ko'rganimda mana shu o'sha antraknoz bo'lgan barg. Mana orqa taraf. Teshiklari ko'rinayotgan bo'lsa, o'sha qanday sepilganda qanday bo'lgan bo'lsa, o'sha bo'yida qotirib qo'ydi bu kasallikni. Mana to'xtatdi joyida. Xom preparati, xom. Antraknozga yaxshi ishlaydi bu xom. Mana do'stlar, mana bu yerda ham tanasiga o'tgandi. Tanani ham mana joyida qoldirdi, mana tanani ham joyida to'xtatib qo'ydi. Antraknozga eng yaxshi ishlaydigani xom preparati ekan.
Endi juda yaxshi natija berdi mana. Tepasdagi barkam mana ko'rsatib qo'ygan. Hombo preparat kontaktli. Kontaktli bilan sistemli dorining farqi, kontaktli sepganingizda mana shu yaralangan, zararlangan joyda o'zini davolaydi. Ana shu yerda o'zini. Sistemli barg orqali tanasiga singadi. Tana orqali o'tadi. Sistemli dori. Kontaktli shu faqat qayer zararlangan bo'lsa, o'sha joyda o'zini davolaydi kontaktli. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'linglar do'stlar.